2004-yil Nexia 1 mana ko'rishingiz mumkin. Bitta joyda kraskasi bor, uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Motor, ходовой, korobkalari zo'r ekan. Gap yo'q. 40 dan o'tib berasiz, telefon qilishadi sizga. Birdan deyshadi. O'tib beradilar, so'shal telefon qilinglar. Keyingi mashinamiz Nexia 1 2006-yil polностью освежит bo'lgan, lekin detal almashmagan ekan. Xo'p, motor, ходовойlarda umuman ishi yo'q, metanlar taqilgan. Atigi tur $1200 ga 2014-yil Brolta lyuks konditsioner gidravlikasi holachasi yaxshi holat. Azizlar, keyingi mashinamiz variantga ham chiqadi, naqdga ham olishingiz mumkin. Juda arzon narxda. Azizlar, keyingi mashinaga o'tamiz. 2007-yil mashina narxi ham qimmat emas, kelishtirib yana beradilar. $2900 ga mana Nexia 1 2007-yil. Yili ham yangi, holachasi ham cho'tka. Motor, ходовойlarda umuman ishi yo'q. $2004-yil Nexia 1 mana ko'rishingiz mumkin. Bitta joyda kraskasi bor, uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Motor, ходовой, korobkalari zo'r ekan. Metan taqilgan, gidravliklari bor. Xullas, xarajatasi yo'q, olib faqat bosish kerak. Kraskasiga kelsak, bitta mana shu eshigida kraskasi bor, qolgan joylarda yo'q. Saloniga o'tamiz. Mana salonlarni bitta ko'rsatib o'ting, operator. Juda holachasi cho'tka holatda. Eshik obshivkalar, chexol, poliklar. Xullas, salonchasi zo'r holatda. Olib faqat bosish kerak. Saloniga umuman xarajat qilmaysizlar degan umiddaman do'stlar. Poliklari ham, linoleumlari ham juda ajoyib holatda. Xo'p, mana orqa ko'rinishlari. Ozgina chaqapqa joylari bor. Bitta bagajni bosib yuboring. Atak mashinamiz kraskasi orqasida yo'q. Bitta o'sha eshik tamom. Xo'p, zapaska balon nomiga bo'lsa ham bor. Mana ko'rasizlar. Endi sostaviyasi yaxshi emas. Orqasiga kraska bo'lgan. Metanlar taqilgan. Mana o'z temir metan. Xo'p, narxi 42 million deyaptilar. Hozir o'zlari bilan kelishamiz. Qancha qilib beramiz aka buni? 42 deyapmiz. Aha. Hozir o'tib beramiz. Shu bitta 30 deb yuboring shuni aka, sotaylik tezroq. 40 bersin. Ya 40 aka, endi qimmat-da, sal kelishtiraylik aka. Telefon qilsa 35 bo'ladi mana, ketdan aka. 35 emas, 40 bo'lsa, mana gaplar. Yana 40 dan tushmayapsiz aka. Kelishtiraylik. 42 deyapsiz, to'g'risi. Xarajati yo'q, xarajat qilmaydigan mashina. Chotgan aka. Cho'tka amal. Chirmaganmi hech qayeri aka? Yo'q. Chotgan. Garantiya. Garantiya deyaptilar o'zlari mana. Gap yo'q. 40 dan o'tib berasiz, telefon qilishadi sizga. Birdan deyshadi. O'tib beradilar, so'shal telefon qilinglar, baraka topadigan narsa aka. Telefon nomeringiz aka? 93lik 231 1474 raqamli aka. Srochni bog'laninglar. Qayerdansiz aka? Jonboydan srochni olish kerak do'stlar. Xo'p, keyingi mashinamiz Nexia 1 2006-yil polностью освежит bo'lgan, lekin detal almashmagan ekan. Xo'p, motor, ходовойlarda umuman ishi yo'q, metanlar taqilgan. Mana ko'ryapsizlar, faqat gidravlikasi yo'q ekan mashinamizda. Xo'p, balon holatlariga kelsak, mana balonlarni ko'ringlar. Baloni yap-yangi pachka bosilgan. Do'stlar, charmxo balon. Xo'p, saloniga o'tamiz. Salon chexol taqilgan, lekin chexolimiz ozgina eskirgan. Yangilatib olsangiz yaxshi. Aziz obunachilar, bozorda mashinalar narxlarini qimmat aytishyapti yoki bozorga chiqyapsiz, mashinalar qimmat aytishyaptimi do'stlar? Bitta Telegram kanalim bor. O'zimniki shu videoni kommentariyasiga ham zakrepit qilib qo'yganman. Avtosavdo degan kanal, kirib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda dehqonlardan, birinchi qo'llardan arzon mashinalar turibdi. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi sifatli mashinalar o'sha yerda turadi. Zirikkanlar uchun tavsiya qilamiz. Narxlar juda arzon bizda aslida. Xo'p, obshivkalarni ko'ryapsizlar. O'rta holat desak bo'ladi. Nexia 1 uchun 532 ming probeg ko'rsatyapti tabloda. Lekin bu halolmi yoki qisqacha aytganda o'ziniki emasmi? Bu aniq emas. Telefonlari bor. Xo'p, palonka taqilgan mashinamizga. Endi bagajga o'tamiz. Bagajlarni bitta ochib, albatta sizlar uchun to'liq obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, metan taqilgan. Zapaska balon, orqalari ham aslicha bosilgan. Hozir buni ham bitta narxini kelishtirib akamiz bilan albatta sizlar uchun chiqaramiz. Xo'p, narxi nechta pul qilib beramiz aka buni? 45 million so'rayapmiz. Oxiri qancha bizning obunachilarimizga kelishtirib tochib ketsa qancha bo'ladi? 40 million bo'lsa. Aka, yana o'tib beraylik, endi bozorga qarab aka. 35 narx shitir sanatsin ketsin aka, bo'ladimi? So'radi. Ha? So'radi. Beraylik shu, so'raydigan narxga aka. Endi bozordan qaytsa video chiqadi. Nima qilamiz? To'g'ri keladi aka. Zo'r aka, narx shikalar o'zi eng ko'taradigan narx menku aka.
nima qilamiz? 40 milliondan. 40 ming. Yana o'tib bera olamizmi? So'rashsa. Ozmi o'z bo'lsam aka, Irimiga. Gaplashamiz. Gaplashamiz ha. Xullas telefon qilinglar akamizga, xudo xolasa gaplashib olsa bo'ladi, ha. Haydab ko'rsin aka, yo'qini gaplashaveramiz. Baraka topadigan narsa, ha, xudo xolasa. Telefon nomeringizni aytib boring. 93lik 93lik 760likda 767 32 42. 32 42 raqamlarga murojaat qilasizlar. Qaydansiz aka? Narpay mashina. Narpay mashinasi, srochni bosinglar do'stlar. Bill aka. Charch. Atigi tur $1200 2014-yil Brolta Lux konditsioner gidravlikasi holachasi yaxshi holatda. Bitta ko'ringlar, albatta yo'qsa bosib yuborasizlar. Mashinamiz hozirda propan gazda turibdi. Umuman motor hadovalarga xarajati yo'q, faqatgina mana shu tomonimizda kraskasi bor ekan. O'rtacha holatdagi ularcha bo'lgan yolka balonlar qo'yilgan mashinamizga. Balonlari ham holatlari yaxshi. Espero kolpaklarda turibdi. Endi saloniga o'tamiz. Mashinamiz mana ko'ryapsizlar, pasadgacha qilingan, juda chiroyli holatda. Xo'p, saloniga o'tirsak, xo'p, chexol poliklar taqilgan. Bir kurugi 300 km yurgan ekan. Do'stlar, juda holati yaxshi. Salonchasiga umuman xarajat qilmaysizlar. Shu havas qilganingizning oxiri qancha? Ana shuncha bo'lib turibdi o'zi ham mashinamiz. Yo'q, bagaj ochilmadi. Bitta yana bosamiz, operator bitta ko'taramiz endi. Xo'p, bagajimizni bitta bir marta shunday nima qilib oling. Xo'p, ana endi bagajini ko'rsatamiz. Ozgina bagaj ochilishi bilan shunaqa. Sizlar mana tabletka talon, orqalari butun holatda. Xo'p, kolonka-palonkachalari bor. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Hozir bez xarajat turibdi. Xo'p, $4200. Bu oxirimi yo yana o'tib bera olamizmi? Undan pasti yo'q, ha? Oxiri shu. Do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Samarqand shahar mashinasimi mashina? Bo'lib to'lashga bormi? Yo'q. Yo'q, ha? Faqat na. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri Hozir telefon nomerlarini albatta aytib o'tamiz. Bozorimizda do'stlar qo'ldan kelgancha mana shu yerlardan yaxshi mashinalarni chiqarishga harakat qilamiz. Mehnatimizni yaxshi qadrlagan holatda like bosasizlar degan umiddaman. Xo'p, 77lik 132 82 82 raqamlarga murojaat qilasizlar. Davlat ukamiz, ha? Yo'q, uni gaplashib gazini bosasizlar. Azizlar, keyingi mashinamiz variantga ham chiqadi, naqdga ham olishingiz mumkin. Juda arzon narxda bu ham. 2010-yil chaqa-chuqalari bor ekan. Almashgan detali yo'q, polni kraska sepadigan joyimiz yo'q. Xo'p, motorlari, hadovalari zo'r, moy yemaydi motorimiz. Konditsionerlari bor. Gidravlikalari bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mashinani olib faqat minasizlar. Balonlarni ko'rsatishingiz mumkin. Balon holatlari ham zo'r, pachka balonlar qo'yilgan. Espero kolpaklarda turibdi. Endi saloniga o'tamiz do'stlar. Mashina salonchamiz ham umuman xarajatchalari yo'q. Bitta ko'ringlar, albatta sizlarga ham yoqadi. Tablochamiz ham oqartirib tuning qilingan do'stlar. Juda ajoyib dizaynda. Xo'p, chexol poliklar audio sistemalarini ko'rishingiz mumkin. Kolonka, palonka hamma narsa yig'ilib, tayyor qilib qo'yilgan. Endi bagajlarni, orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Lux motion. Xo'p, metan, zapaska balonlari bor. Bitta chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ko'pchilik so'raydi, mana shu orqasini yaxshilab chiroyli qilib ko'rsating deb, biz sizlar uchun chiroyli qilib ko'rsatamiz. Xullas, mashinani olib faqat minasizlar. Albatta. Buni aka narxini qancha qilib beramiz? Kelishamiz aka. O'zi so'ratganingiz qancha bo'ladi? O'zimiz so'ratgan 100-200 o'tamiz aka. Qancha? 100-200 o'tamiz-da. 4000 dan 100-200 o'tib beramiz, ha? Ketgan joyi bor. Yana tusha olamizmi? Ko'proq tushsakchi aka, endi bozorga qarab. 3,5 mi qachaba, ha? Ha? To'g'ri keladi aka, 2010-yil. Ha? Ketdimi? 3,5 shtriga sanasa. Yo'qmi? Qo'shsinmi? Variantlar qila olamizmi? Variant bor aka. Variant bor. 6 oygacha variant qilib beramiz. 2000 bersa 6 oygacha variant bor ekan. Xo'p, telefon nomeringizni aytib boring aka.
99'da 99lik 124 124 41 43. 41 43 raqamlarga murojaat qilasizlar. Qayer mashinasi aka? Samarqand Urgut mashinasi. Kimga ma'qul bo'lsa, bog'laninglar, u yog'ini kelishib olaverasizlar. Xo'p, azizlar, keyingi mashinaga o'tamiz. 2007-yil. Mashina narxi ham qimmat emas, kelishtirib yana beradilar. Xo'p, mashinamiz tomdan pastda kraska bo'lgan, ya'ni tom bilan arqa bagajda kraskasi yo'q. Arqa krosda ham yo'q ekan. Juda yaxshi. Akamiz u yoq bu yoq shu tomdan pastda dedilar. Dedilar, no, bir ikkita aytib o'tyapman, qaysi yana kraska bo'lmagan joylarni. Xo'p, konditsioner ishlaydi, gidravlika, motor qadavalarda umuman ishi yo'q. Metallar taqilgan mashinamizga. Xo'p, balonlarni qiysak, do'stlar, balonlari holatlari yaxshi. Largo balonida ekan, do'stlar. Kalpaklarda saloniga o'tamiz. Salon holatini bitta ko'rsatib o'tasiz. Lyuks, mana chexol, poliklar, salonlari tiniq holatda ekan. Menimcha saloniga umuman xarajat qilmaysizlar. Mana bemalol probeklari 280 mingdan ziyod probek ko'rsatyapti. Bitta bagajchasini ochib ko'rsataylik. Kalit ochiladi, ha? Juda yaxshi. Orqasi ham but-butun. Orqasi ham but-butun. Metan taqilgan 80 talikmi bu? 100 talik metan. Juda yaxshi, zapaska balon, mana orqalarini ko'rishingiz mumkin. Tamkirat ham narsasi bor. Xudo xohlasa aka, mashinamiz bez xarajatdan aka. Bez xarajat aka, Olib, faqat minadi. Aytilishi 3700, ha? Taqalgan, siljimagan degan joyimiz 250 mayl aka. 3300 degandim, 3250 eng oxiri bo'lgan joy. 200 qilaylik shuni, nima deysiz? Ketdi, ha? Obunachilarimizga. Mayli, shu obunachilaringiz uchun bo'lsa mayli aka. $3200. 200 bo'lsa, lekin undan kami yo'q. Undan kami yo'q, ha? Undan kami yo'q. Variant qila olamizmi aka? Yo'q, faqat naqd aka. Faqat naqdiga. Faqat naqdiga aka. Juda yaxshi. Faqat naqdiga bo'lsa, telefon qilaverasiz. O'z qayerdansiz aka? Narpaydan akajon. Narpaydan akalar. Telefon nomeringiz 99lik 99lik 623 623 9609. 9609 raqamlarga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa akamiz bilan kelishib, chiroyli narxlarda olasizlar. Bil. Mana 2015-yil 170 ming yurgan ekan, ikkita joyda petnosi bor. Xo'p. O'sha krilo uchida keyin kapotiga o'tib ketgan. Uchiga ozgina gibrid motor, konditsionerlari ishlaydi, gidravlika, metanlari bor. Mashinamiz holatlarini ko'rishingiz mumkin. Motor qadavoylarda ishi yo'q, aka. Aka, polni shumka qilingan, Polni tomigacha shumka qilingan. Yo'q. Mana o'zlar farallayt, tumankalar yaxshidan qo'yilgan, dominant ichkar pult. Keyin xo'p, eshiklari, oyna ko'targichlari ham prostoy do'stlar. Multi-roll 170 ming yurganini ko'rasizlar, do'stlar. Karazera mafonlari, salonchlari. Polni shumka do'stlar. Xo'p. Narxlari ideal holatda turibdi boshlaymiz. Umuman xarajati yo'q, olib faqat minasizlar. Gazini bosib. Kumho balon do'stlar. Kumho Solyus balon, yaxshisidan. Balon yangi, ha? Balon yangi. Umuman bez xarajat qilib olasan, aytganingizda chiqadi. Divona mashincha. Gap yo'q. Buni necha pulga beramiz aka? Necha pul so'rabsizlar? Bunaki 5800 so'rayapmiz, sizda obunachilaringiz uchun 5200 qilib beramiz. 5200. To'g'ri bo'lsa-chi? Aka, salgina qoplamaydi bizga. O'zi shu pulga turibdi. Shu pulgami? O'zimizniki tirikchilik aka. Narx sanasi. Narx sanasi shunday 5200 bo'lsa beraveramiz. Boshqa o'tib bera olmaymiz. Yo'q aka. Variant qilsa-chi? Variant qilsa ham to'g'ri kelmaydi aka. Chunki bizaki naqdda faqat. Faqat naqd, ha? Telefon nomeringiz aka? 99 99lik 600 600 7001. 7001. Qayer mashinasi aka? Sharsabz. Shahrisabz, Qashqadaryo mashinasi ekan, gaplashaverasizlar. $2900 ga mana Nexia 2007-yil. Yili ham yangi, holatchasi ham chotka. Motor qadavoylarda umuman ishi yo'q. Lyuks konditsioner do'stlar. Konditsionerga furyon solsa, xudo xolasa ishlab ketadi. Gidravlika, metanlari bor. Balonlari ham holatlari mana yaxshi holatda. Espero kalpaklarda turibdi. Mashinamizni qomatiga bitta o'zingiz baho berasizlar. Xo'p, ishlari bilan ko'rsatamiz. Mana salon ishlari
Chuqurchalar, polichalar tashab qo'yilgan. Mana ishlari ham lyuks do'stlar. Elektronik steklopodъемниклari 364 mingdan ziyod probeg tabloda ko'rsatyapti do'stlar. Mafon barlar qo'yilgan. Qo'shimcha metan gazlari ham bor. Do'stlar $2900 menimcha yomon narx aytmayaptilar. Xo'p, kolonkachalar ham bor, xudo xolasa. Metan Zapaskasini beramiz. zapaskasini ham qo'shib beramiz, xudo xolasa. Zapaskasi bor, turibdi. Gap yo'q. Juda yaxshi. Hozir xarajati bormi mashina? Mashina xarajati yo'q. Xarajati tirnalgan joylari bor. Mana Tirnalgan joylarni nima qilsa? tirnalgan joyi bor, lekin detal hammasi o'ziniki. O'ziniki. $2900 bo'lsa baraka qilamiz. 3000 dan balandroq, lekin 2900 naqshdir sanayinga beramiz. Xullas do'stlar, $2900 ga beraman deyaptilar. O'zlari so'ratganlari yerda 3,5 dan baland so'radilar. Aytdim, aka, bizaniki endi kanalimizga oxirini aytish kerak, arzonroq qilish kerak desam, 2900 mayli siz uchun beraman deyaptilar. Kimga ma'qul bo'lsa, akamizga telefon qilinglar. Xudo xohlasa baraka topadi, aka. Ha, xudo xohlasa shu dadam mashinasi sotyapmiz. Dadamga yangi mashina olgan. Arxidan marujni. 93lik nomerimiz. 93lik 226 226 0874. 0874 raqamlarga murojaat qilib, akamizga xudo xolasa aloqaga chiqib bosib olasizlar do'stlar. Lekin menimcha yaxshi narxlar. Mana 2010-yil Nexia 2lardan 6 kapotda faqat kraskasi bor ekan. Aka, usilichilarga o'tmaganmi? Usilichilarga? Butun, ha? O'ziniki raddoy. Mana tushirib ol, ishonmasangiz. Do'stlar, ko'rishingiz Bu mumkin. tarafini tushirib. Xo'p, motor hadavalarda ish yo'q, aka. Zakonmi? Metanlari bor, gidravlika faqat yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi holatda do'stlar. Espero qalpoqlarda. Shumkalar bo'lmaganmi? Shunqa bo'lgan. Bo'lgan. Xo'p, oynalar prostoy nimasi? Anosini yoqing hali. Probeg. Mana 349 mingdan ziyod probeg. Probeg uzuniki, halol turibdi. O'ziniki. Probeg uzuniki halol turibdi ekan. 3 krugdan ziyod yurgan. Hozir bez xarajatmi aka? Shundan o'shini. Bu yerlarda peton yo'q, hech qayerda. Nech pul so'rayapsiz siz aka bunga? 4000 so'rayapman, kelishtirib bering. 4000 O'tadigan joyi bor. o'tadigan joyi bor, ha, xudo xolasa. Holatiga javobmi? Do'stlar. Qancha bo'lishi? Endi probeg ham ancha-ku. Kelishtirib bersak. O'zinikida halol qaytmagan. Ya, o'ziniki bo'lsa ham baribir probeg ko'p. Endi holatiga qarab, chiroyli bitta narx aytsangiz, olib bo'lachilarimiz incha telefon qilib olib ketishadi-da. 8 qo'ying bo'ladimi? 3,5 qo'yaylik, u yog'ini gaplashamiz. Bo'ladimi? Yo'q, buni 3,5 berganmi? Berganingiz yo'q, ha? 3,5 ga berganim yo'q deyaptilar. 3800 mi bo'lishi, aka? O'tib bera olmaymizmi naqd bo'lsa? 700 bersin. Ha, 600 qo'yaylik shuni. 600, $3600. Yana akamizga telefon qilinglar, xudo xohlasa u yog'ini gaplashib olaverasizlar. O'zi qayerdansiz? Tayyordan. Tayyordan ekanlar. Variant qila olamizmi? Yo'q, variantga yo'q. Yo'qmi? Telefon nomeringiz? 50lik 50lik kod 104 104 90 90 79. 79 raqamlarga murojaat qilib akamizga bog'lanib olaverasizlar. Variant qila olamiz, ha? Faqat naqddan. Mana aziz do'stlar, tozasidan so'raganlar uchun ko'rsatamiz. 2004-yil mashina to'g'risi hozirgi paytda lasetti pulda turibdi, lekin holachasi juda idealniy ekan. Umuman top-toza mashina, konsollarni ko'ryapmiz. Ishlaydimi yo'qmi hozir? Ishlaydi. Ishlaydi. Gidravlika, motor, hadavalari chotga. Mashina benzin, ha? Umuman gaz qo'yilmaganmi? Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Balon yangi, ha? GoPro balonlari yangi pachka. Xo'p, tonirovka ruxsatichi? 11 oy yana bor. Juda yaxshi. Lyuks 272 ming yurgan. Mafonlari, chexol, polikcha vaqti idealni turibdi salonchasi. Mashinamizni ko'ramizlar orqalarida. Hozir ko'rsatamiz, o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Zapaska balon. Bu kraska sepilmagan, to'g'rimi aka? Uramay turibdi. Holatiga javob, ha, xudo xolasa. Kraska qolgan hamma joylariga javob.
Tochka qancha bo'ladi? Oxiri shu bo'ladigan. 5700 yapmış endi. Oxiri 5000 5,5. 5 bo'ladimi 5? Hı? 5,5 dan tusha olamizmi? Ozgina tushamiz. Ozgina tushamiz, ha? Nomerchalarni qarang, qanday turibdi? 1 2 3. Juda chiroyli nomerchalarda turibdi. Samarqand shahar ham o'shanasi. Shahriga Variant qila olamizmi? naqd Naqd pulga. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 505 505 0790. 0790 raqamlarga murojaat qilib gaplashib olaverasizlar. 2004-yil Nexia 1lardan ko'rsatamiz. Hamma detal o'ziniki ekan. Narxi 37 million deyapti. Ya'ni kelishiladi albatta. Bizda bilasizlar, oxirgi narx emas. Gidravlika mashinamiz, motor ходовойлari, xudo xolasa chotki, metallar taqalgan do'stlar. Xo'p. Prospero ballonlari, Prospero kalpaklarda. Kraska aka nima deysiz? 30%. Hamma detal o'ziniki, xudo xolasa. Gap yo'q. Lyuks ishlari, multirol 495 mingdan ziyod probeg. Audi sistema Pioneer, chexol polik taqilgan. Shumka menimcha qilinganmi? Yo'q, yo'q. Tagi shumka bo'lgan, tagi. Tagi, Xo'p. Metan. Zapaska ballon. Qo'shimcha Nexia 1 chiroyli holatda ekan. Xo'p, aka hozir bez xarajatmi aka mashinamiz? Behazir hammasi o'zi. Hammasi. Gaz solat minadi. Gaz soladi minadi, xudo xolasa. Xo'p, necha pulga beramiz aka buni? Kelishtirib. 35. Shu 30lar qiling, shuni aka, odamlar kayf qilsin, arzonchilik bo'lsin aka. 33 qildi berganim aka. Beraylik shu bermaganimizga aka. Naqd bozordan qaytsin, beramiz, xudo xolasa. 33 millionga mana Nexia 1. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilinglar. Taglari chirimaganmi aka? Hammasini ko'rish ustozim ko'rib, hammasi Chotga chiqadi aka. Yaxshi, telefon nomeringizni aytib yuboring. 93lik 93lik 064 064 63 05. 63 05 raqamlarga murojaat qilib, bemalol akamizga bog'lanib olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa baraka topadigan narsa. Baraka topadi. O'zim baraka topib, dehqonchilik bu, tirikchilik emas. Gap. Mana $4500 so'rashyapti, yana arzonroq qilib beradilar. 2014-yil 1.6 lyuks konditsioner gidravlika bitta arzonlarni qilib o'tamiz. Albatta, buni narxi yana kelishiladi. Kelishtirib chiroyli qilib sizlar uchun kelishtirib beramiz do'stlar. Ko'ringlar mashinamizni. Xo'p, pastda tumankachalar ham bor, farolchalar laytcha qilingan. Xo'p, konditsioner, gidravlika, konditsioner ishlaydi aka. Motorlari ochilmagan, moyimaydi, chiroyli chotki ishlab beradi. Metallari bor do'stlar. Mashinamiz menimcha srochniy olish kerak. Xo'p, ballonlari ham почти yangi holatda do'stlar. Gerblik lobovoylar qo'yilgan. Chexol polik, salon ichlari, mafon. Yaxshi chiroyli holatda ekan mashinamiz. Yurgani qancha ekan aka? Yurgan. 4 kuruk yurgan, qarochi. 4 kuruk yurgan ekan mashinamiz. Metan shumka bo'lgan, Xo'p, mana shumka arxalari. Xo'p, shumkamiz eshiklari ham bo'lganmi? Eshik. Yo'q, eshik bo'lmagan. Eshik bo'lmagan, orqasida shumka bosib qo'yilgan ekan, menimcha zanglash uchun. Keyin kraskasiga kelsak do'stlar, mashinamiz kraskasi lodichga sepilgan. Hech qaysi detal almashmagan do'stlar. Kelib ko'rishlaringiz mumkin. $4500. Aka, oxir taqqalgani tochkasini qancha qilib beramiz? 4200. $4200. Yana o'tib bera olamizmi? Yo'q. Tochka shu, xudo xolasa. Tochkasi $4200. 4 ta ballon yangi mashinamizga taqilgan. Tayyor holatda. Xarajat qilmaydi, xudo xolasa. Xarajat qilmaydi. Bez xarajat. Oladi, minadi do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa, akamizga telefon qilinglar, bemalol yana gaplashib olsangiz bo'ladi. Samarqand mashinasimi? Ha, Samarqand shahar. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 316 316 1147. 1147 raqamlarga murojaat qilib, bemalol gaplashib olsangiz bo'ladi. Mana 2014-yil mashinamiz $4500 ga sotilyapti. Albatta, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, arzon mashinalar bizda bo'ladi faqat do'stlar. Xo'p, mashinamiz motor ходовойлari zo'r, lyuks konditsioner, gidravlikasi, metallari bor. Mashinamiz 2014-yil. LED faralari, tumankachalari yo'q ekan faqat do'stlar. Xo'p, zito ballon holatlari yaxshi holatda. Espero kalpaklarda turibdi. Aka, kraskasi nima dedingiz? Kraskasi nima dedingiz? Kapot 3
uchiga bor, eshik tagiga bor. Eshik tagida, ha? U hamma detal o'ziniki. To'g'rimi aka? Yurganichi aka? Yurgani 3 kuruq. 3 kuruq yurgan. Polik tashlab qo'yilgan chexolimiz yo'q faqat do'stlar. Shu holatchalarni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa xarajat qilmaydi, faqat tuning qilsa, ha aka. Xarajat qilishi mumkin o'zlari uchun. Xo'p, tabletka zapaskacha qo'shib beramiz, ha, xudo xolasa. Bu yerda metanamiz. Metan 80 talik temir sirogi bor. 80 talik temir sirogi bor gapdilar. Balon holatlarini Holatchasini ko'ringlar. Zito balon. Bu yoqqa pachka, menimcha bittasi nima edi? Yo'q, zapaska yangi, Zapaska. yangisi turibdi. Yangisi turibdi. Zasi turibdi, pachka balon qo'yganmiz Ha. mashinaga. Balondan Juda yaxshi. Xo'p, so'ratganingiz 4500 oxiri, ha? Oxiri savdosi yo'q. Savdosi yo'q, ana. Faqat naqdmi bo'lib Ya bersa ozroq yetmay qolsa qaraymiz. 1 oy, 2 oy misol uchun. Yetmay qolgan joyiga 5% kutib turamiz. 5% kutib turamiz, Faqat xudo sal xolasa. qisqaroq vaqtga. Qisqaroq vaqtga, ha? O'zi qayerdansiz aka? Payarqman. Payarg'idan ekanlar. Xullas kimga ma'qul bo'lsa, akamizga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa arzon qilib, liboy mashinalarni olishlaringiz mumkin shu akamizdan. Dokument tomonlama muammosi yo'q. Generalga bo'ladi, xohlasa. Dokument ham muammosi yo'q. Ya, bu yoq telefon nomeringizni aytib bering. 93lik 93lik 929 929 1429. 1429 raqamiga murojaat qilib gaplashib olaverasizlar.